Futbol O'zbekiston. Assalomu alaykum qadrli o'zbek futbol ixlosmandlari. O'zbekiston yoshlar terma jamoasidan xushxabar. Saudiya Arabistonida bo'lib o'tayotgan Osiyo Kubogi doirasidagi o'yinlarda O'zbekiston terma jamoasi final bosqichini hal etdi. O'zbekiston terma jamoasi Shimoliy Koreya yoshlariga qarshi bahs olib borib, yirik 3-0 hisobida g'alabaga erishdi. 5 ta o'yindan beri mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan va g'alabalar seriyasida davom etayotgan yoshlarimiz terma jamoasi ajoyib natijalarni qayd etmoqda. Birinchi navbatda barchani qo'lga kiritilgan qiyin g'alaba bilan tabriklayman. Avvalo futbolchilarga rahmat aytaman. Bugun xarakter ko'rsatishdi. Sababi raqib juda kuchli jamoa edi. Ayniqsa jismonan hamda funksional jihatdan hozirgi bu yoshdagi eng kuchli jamoalardan biri edi. Sababi raqibning oxirgi o'yinlarini o'rganganimizda ham jamoa 90 daqiqa davomida tinimsiz pressingda o'ynayotgan jamoalardan biri edi. Shuning uchun bugungi o'yinga tayyorlangan strategiyamizda maqsadimiz ularga o'sha o'z o'yinini qarshi ko'rsatish, shu 90 minut davomida biz ham pressingda harakat qilish. Sababi ularga agar imkoniyat qoldiradigan bo'lsa, mana qolgan o'yinlarda raqiblar ko'pincha ikkinchi zonada himoyalanishdi va shuning natijasida ko'p gol o'tkazib yuborishgan. Biz shuning uchun o'zimizni himoyamizni 3-zonada raqib himoyasidan boshlab qurishga harakat qildik. Raqib ham anchagina jiddiy va kuchli raqib edi va ushbu raqibga 3 ta gol urib, gol o'tkazib yubormaslik ajoyib natija. Vakillarimiz 31-daqiqada rasman hisobni ochdi. Unga qadar penaltidan kiritilgan gol inobatga olinmadi. 31-daqiqada Sadriddin Hasanov tomonidan kiritilgan gol o'yinning birinchi goli hisoblandi va 62-daqiqada Jamshidbek Rustomovning kiritilgan goli hisobni 2-0 ko'rinishga keltirdi. 65-daqiqada esa Abubakar Shukurulloyev tomonidan kiritilgan gol o'yinning so'nggi goli bo'ldi, ya'ni 3-0 hisobida O'zbekiston yoshlar terma jamoasi final bosqichiga yo'l oldi. Final bosqichida esa bizga tanish bo'lgan raqib Saudiya Arabistoni, ya'ni mezbonlar. Guruh bosqichida ham ushbu jamoaga qarshi o'yin olib borganmiz va ularni ham 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratganmiz. Ko'ramiz final qanday kechadi. Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, o'zbek futboliga ixlosmand bo'lgan barchaga biz eng tezkor yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Mabodo kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosgan holda obuna bo'ling va eng qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring.